Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kompyuter o'z kanalining a'zolari. Bugungi videorolikda aziz do'stlar, eng yaxshi ekran yozib oluvchi OBS Studio dasturini qanday qilib internetdan yuklab olib, kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, dastlab biz brauzerga kirib olamiz hamda qidiruv bo'limiga OBS Studio skachat deb yozamiz. Va mana birinchida OBS Studioning rasmiy sayti kelib chiqmoqda. Bu saytga kiramiz. Va mana bu yerda 3 xil versiya turibdi: Windows, macOS hamda Linux. Bizga Windows kerak bo'ladi. Windowsni tanlaymiz. Windowsni tanlaganimizdan so'ng biroz pastga tushadigan bo'lsak, bizda mana 3 xil variant taqdim etmoqda. Bu yerdan skachat установщик degan bo'limni tanlashingizni maslahat beraman. Va mana bizda OBS Studio dasturini internetdan yuklab olishni boshladi. Bir oz kutib turamiz. Dastur hajmi 150 megabayt ekan. Xo'p, dastur yuklab bo'lguncha bir nechta ma'lumotlarni men sizga taqdim etsam, buning uchun aynan OBS Studio dasturi haqida men sizlarga video chiqaryapman. Sababi OBS Studio dasturi hozir dunyodagi eng mashhur va eng yaxshi, eng samarador bepul ekran yozib oluvchi dastur hisoblanadi. Sababi OBS Studio dasturi butunlay bepul va ochiq kodli dastur hisoblanadi. Ekran yozib olish deysizmi, kompyuter o'yinlarini, webcam ya'ni qo'shimcha kamera orqali video yozib olishni, audio yozib olish, ichki audiolar, tashqi audiolar barchasini yozib olish imkoniyati mavjud. Hamda stream qilish imkoniyati ham mavjud. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram va hokazolarni stream qilish imkoniyati bor. Va juda ham eng muhim bo'lgan taraflari bor. Ya'ni o'zining suv belgisini qo'ymaydi va no watermark, ya'ni o'zining suv belgisini videoga qo'ymaydi va limiti yo'q. Ko'plab ekran zapis qiluvchi dasturlarda limit bo'ladi. Masalan, Bandicamni bepul versiyasida 10 minutgacha bo'lsa kerak, 10 minutdan uyog'iga yozishni to'xtatadi. Bundan oldin ham video chiqargan edim bepul ekran yozib oluvchi dastur haqida. U dastur ham hozir o'zgarib ketgan. Shuning uchun eng zo'ri OBS Studio dasturi hisoblanadi. Ushbu dasturda umuman video yozib olishda limit yo'q. Kamchiliklari faqatgina shu boshlang'ich o'rganuvchilar uchun interfeysi biroz qiyinroq. Shuning uchun ham men sizlarga ushbu videoni chiqarmoqdaman. Qanday qilib o'rnatishni, undan qanday qilib foydalanishni sizga batafsil tushuntirib o'taman. Ushbu dastur Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Dastlab OBS Classic nomi bilan chiqqan bo'lsa-da, keyinchalik OBS Studioga o'zgartirilgan. Hozir bu ochiq kodli loyiha bo'lib, butun dunyo dasturchilari tomonidan rivojlantiriladi va eng yaxshi bepul ekran yozib oluvchi hamda stream qiluvchi dastur hisoblanadi. OBS Studio dasturi unchalik ham kuchli bo'lmagan kompyuterlarda ham ishlay oladi. Uning yana bir afzal taraflaridan biri shu: kuchsiz kompyuterlarda biroz FPS kamroq bo'lsa ham, video sifatini biroz pastroq qilib bo'lsa ham ekran yozib beradi. Juda ham yaxshi dastur hisoblanadi. Kuchsiz kompyuterlarda HD formatda 30 FPS da yetarlicha video yozib berish mumkin. Albatta, endi kuchliroq kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, Intel Core i7, i5 ning 10-avlodlaridan yuqori, Ryzen 7 protsessorlarida 8 GB va undan yuqori bo'lgan operativ xotiraga ega bo'lgan kompyuter yoki noutbuklarda yuqoriroq chastotada, yuqoriroq FPS da, masalan Full HD formatda 60 FPS da muammosiz bemalol kompyuter ekranini yoki o'yinlarni bemalol yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, OBS Studio dasturini ham biz yuklab oldik. Endi biz o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun ushbu dasturning ustiga kelib, o'ng tomonga bosib, Открыть tugmasini bosamiz. Bizda sistemni so'rovchisi, bu yerdan dani belgilashimiz kerak bo'ladi. Bizda mana bunday o'ynay chiqadi. Bu yerdan Next tugmasini bosamiz. Yana bir bor Next tugmasini bosamiz. Va bu yerdan biz boshqa diskka o'tkazishimiz mumkin. Asosan o'zi ikkita disk bo'ladi, C va D disk bo'ladi. Xohlasangiz boshqa diskka bu yerdan o'tkazib olishingiz mumkin, agarda C diskingizda joy kam bo'lsa. Va so'ngra mana bu tugmani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, dasturni o'rnatish juda ham oson. Xo'p, mana bizda dastur o'rnatildi. Bu yerdan finish tugmasini bosamiz.
Endi biz mana bu setup versiyasini ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Endi biz mana bu setup versiyasini o'chirib tashlasak bo'ladi. Dasturni ochamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizda OBS Studio ochildi. Endi bundan qanday qilib foydalanishni o'rgatib o'taman. Bizda mana bu yerda stena degan yozuv bo'lishi kerak. Bizda mana bu yerda stena degan bo'lim ochilgan bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, mana bu yerdan yangitdan sazdot qilib olishimiz mumkin. Xo'p, bizda shu bo'lim ochilgan bo'lsa, e'tibor berasizlar, mana shu bo'lim ochilgan bo'lsa, keyingi bo'limga o'tamiz. Mana bu ikkinchi bo'limga. Bu yerdan mana bu yerdagi plus qo'shuv tugmasini bosamiz va bu yerdan bizga eng kerakli bo'lgan kompyuter ekranini yozib olmoqchi bo'lsak, zahvat ekrani degan bo'limni tanlaymiz. Mana bu yerda zahvat okna degan bo'lim bor. Bu bo'lim orqali muayyan bir oynani yozib olishimiz mumkin. Masalan, brauzer yoki biron bitta papka yoki biron bir narsalarni faqatgina o'sha papkaga yoki brauzerga biriktirib qo'yib, o'sha brauzerni yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigani, eng ko'p ishlatadiganimiz biz zahvat ekrani degan bo'lim. Mana shu bo'limni tanlaymiz. Shu yerdan agar qo'shimcha ekran bo'lsa, o'shani tanlab turib, keyinchalik OK tugmasini bosamiz. Xo'p, zahvat ekranni bosganimizdan so'ng bizda mana buni oyna chiqadi. Bu yerdan mana bu joydan avtomatiski degan bo'limni tanlab qo'yamiz. Mana bu joydan ekran degan bo'limga bossak, bir nechta ekran bo'lsa, bir nechta ekran chiqadi, bitta ekran bo'lsa, bitta chiqadi. Bizda hozircha bitta ekran, shuning uchun основной ekranimizni tanlaymiz. Mana bizda qo'shildi. Bu yerdan zahvat kursor, ya'ni mishkamizni harakatlarini yozib oladi. Keyingi bo'lim unchalik ham shart emas. So'ngra bu yerdan OK tugmasini bosamiz. Xo'p, bizda mana ekranni qo'shib oldik. Endi qo'shimcha mikrofon bo'lsa, mikrofon qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana qo'shuv tugmasini bosamiz va bu yerdan ikkinchi bo'limdagi zahvat vходной автопотока degan bo'limni tanlashimiz kerak bo'ladi. Shunda biz mikrofon bo'lsa, mikrofonimiz orqali ovozlarimizni yozib olishimiz mumkin. Bu yerdan OK tugmasini bosamiz. Bu yerdan biz mikrofonni tanlashimiz kerak bo'ladi. Menda hozirda notebook o'zini bilasizlar, mikrofoni bo'ladi. O'sha mikrofonni tanladim. So'ngra OK tugmasini bosamiz. Bu yerda yana qo'shuv tugmasini bosamiz. Mana bu uchinchi bo'limni tanlaydigan bo'lsak, kompyuterning o'zida chiqadigan ovozlarni yozib oladi. Agar bizga kerak bo'lsa, kompyuterning o'zidan chiqadigan har xil tovushlar yoki ovozlar yoki kompyuterning o'zida musiqa qo'yadigan bo'lsak yoki biron bir audio yozuvlar bo'lsa, o'shani yozib olishga javob beradigan bo'lim hisoblanadi. Buni ham tanlaymiz. OK tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'zi driver bo'ladi, o'rnatilgan driver, ichki ovozlarni yozib olish uchun shu driverni tanlaymiz. OK tugmasini bosamiz. Bo'ldi azizlar. Bizga eng asosiy mana shu 3 ta bo'lim juda ham kerak edi. Kompyuter ekranini yozib olish uchun. Bu yerdan 3 ta bo'limni tanlaganimizdan so'ng mana o'zi bilinib turibdi. Ovozlarimizni yozib olyapti. Hamma narsa joyida. Bu bo'limga tegmaymiz. Bu yerdan ovozlarni pasaytirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, mikrofonning ovozini yoki ichki potokdagi ovozni pasaytirib qo'yishimiz mumkin. Buni tegmaslikni tavsiya qilaman. Keyingi bo'lim mana shunday holatda tutish kerak aziz do'stlar. Bu yerdan e'tibor beramiz. Nachat zapis degan bo'limni tanlashimiz kerak bo'ladi. Agarda shu ekranni yozib olish uchun, ya'ni kompyuter ekranini yozib olish uchun nachat zapis degan bo'limni tanlashimiz kerak bo'ladi. Shu bo'limni bosadigan bo'lsak, kompyuter ekranini yozib olishni boshlaydi. Endi yozib olgan videomiz qayoqqa tushadi degan tabiiyki savol bo'lishi mumkin. Biz buni mana bu настройкаdan o'zimiz belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun настройка bo'limiga kiramiz. Xo'p do'stlar, mana bizda настройка bo'limi ochildi. Bu yerdan общий degan bo'limdan qisqacha tushuntirib o'tib ketaman bo'limlarni. Bu yerdan tilni tanlashimiz mumkin. Xohlasak inglizcha, turkcha, xohlagan tilimizga qo'yib olishimiz mumkin. Внешний вид endi OBS Studioning ko'rinishi bizga bu shart emas unchalik. Translyatsiya bizga stream qilayotganimizda kerak bo'ladi, hozir shart emas. Vivat bo'limi. Bu yerdan o'zi hech narsaga tegishli shart emas. Kompyuterning o'zi kuchiga qarab OBS Studio dasturi o'z avtomatik tarzda qo'yib oladi. Mana bu yerlarda boshqacha yozuvlar chiqadi. Agar kompyuter kuchli bo'lsa, biroz kuchliroq bo'lgani uchun menda mana shunday chiqadi. Bu yerdan bizga eng kerakli bo'lgan narsa, ya'ni boyaga kompyuter ekranini yozib olgan videolarimiz qayerga tushishini belgilab olishimiz kerak. Bu yerdan put zapis degan bo'limdan obzor degan tugmani bosib, masalan, рабочий stolga yoki o'zimizga kerakli bo'lgan D diskdagi biron bir papkalarga mana bu joy orqali
biriktirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men рабочий stolni tanlayman. Bir papka qilib qo'yaman, ya'ni kompyuterimizning ekraniga прямой zapis qilgan videolarimiz tushadi. Xo'p, bu yerdan keyingi bo'lim format zapisi degan bo'lim. Bu bo'lim o'zimizga qanchalik darajada kerakligiga qarab belgilaymiz. Bu yerda ko'plab videoni formatlari bor. Ya'ni kompyuterimizning ekranini zapis qilganda qaysi formatda zapis bo'lishini biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, menga gibridniy MP4 o'zi hozir beta versiya ekan, oldinlari MP4, MKV va mana bu format bo'lardi. Hozir yildan yilga rivojlanib ketyapti. Mana shu formatlar ham bo'libdi. Gibridniy MP4 men uchun juda ham qulay. MP4 hamda MKV ning farqlari asosiysi nimada? Asosiyini tushuntirib o'tib ketaman. MP4 formati juda ham qulay, eng keng tarqalgan format hisoblanadi. Bu YouTube ga yoki biron bir ijtimoiy tarmoqlarga video qo'yish uchun juda ham yaxshi. Ko'pgina platformalar, ko'pgina ijtimoiy tarmoqlar aynan mana shu formatni taniydi va boshqa dasturlar ham ushbu format bilan ishlash juda ham oson. MKV formati nimaga qulay? Bir tekstda silliq yozilishiga javob beradi. Mabodo kompyuterda video zapis qilayotgan paytingizda birdaniga svet o'chib qolsa, kompyuter o'chib qolsa, yozib kelgan videoingiz umuman o'chib ketmaydi. Qayerga yetgan bo'lsa, xuddi o'sha yerdan to'xtab, yana o'sha yerdan keyinchalik davom ettirib ketishingiz mumkin. MP4 formatida esa bunday narsa yo'q. Mabodo svet o'chib qolsa, videoingiz ham, yozib olayotgan videoingiz ham keyinchalik o'chib ketishi mumkin. Lekin menga hozir qulayrog'i MP4 format. Shuning uchun shuni tanlayman. Qolgan bo'limlar unchalik ham kerak emas. Video bo'limi qolib ketibdi. Mana video bo'limidan biz kompyuter ekranini qay darajada yozib olishni belgilashimiz kerak bo'ladi. Mening notebookim hozir HD+ formatida, Full HD formati hozircha yo'q, biroz eskiroq versiya bo'lgani uchun. Agarda sizlarda Full HD formatdagi ekraningiz bo'ladigan bo'lsa, belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Menda o'zi standart shu bo'yicha qoladi. Xo'p, aziz do'stlar, asosiy sozlamalari shu edi. OBS Studio dasturi eng zo'r dastur. Faqatgina mana shu sozlamalarni qanday qilib yozishni o'rganib olsangiz kifoya hisoblanadi. OBS dasturi eng zo'r dastur rostdan ham, chunki video yozib olish vaqti cheklanmagan, suv belgisini qo'ymaydi, mutlaqo bepul bo'lgan dastur hisoblanadi. Xo'p do'stlar, shuning bilan bugungi video roligimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.